aslida gapirib bering, mahsulotlarni tarkibi qanaqa? Hop. Men o'zim ichganman bu mahsulotni natijalaridan judayam ko'pmanda, aynan oilamda, o'zimda olgan natijalarim ko'p bo'lgani uchun bu mahsulot bilan ishlashni boshladim. May oyida menda yuragimda judayam qattiq og'riqlar paydo bo'lgan. Shu og'riqlar bilan kardiologga borganman. Kardiolog eho qilishdi, yuragimni EKG qilishdi-da, srochno sizga stent qo'yish kerak. Jar yoqasida turibsiz. Hozir sizda EBS напряжение stenokardiya oxirgi stadiyasida turibdi, infarkt bo'lib qolasiz. Shuning uchun hozir yotasiz deyishdi. O'sha paytda men yota olmas edim, chunki qizim 5 kundan keyin operatsiya bo'lish kerak edi, sложный operatsiya bo'lish kerak edi. Hech ham ilojim yo'q. Men o'sha больницаga qizimni yotqizgani очередga qo'yib qo'ygan edim. Shunaqa yota olmayman dedim. Keyin o'g'lim yonimda edi. O'g'limga vrachlar aytishdiki, mayli bo'lmasa uyga olib borib yotqizib qo'yasiz, biz lecheniya yozib beramiz. 5 kun mana shu dorilarni qimirlamay yotib icharladik. Operatsiya tugashi bilan sразу bo'tga olib kelib yotqizasiz deyishdi. Shunga ko'nib uyga qaytib keldim. Yozib bergan dorilarini 1,5 millionga o'g'lim olib berdi. Olib iste'mol qilish boshladim. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Undan oldin 3 kun uyda yotganman, ovqat yemaganman, uxlamaganman og'riqning kuchliligidan. Kechasi bilan yurib chiqardim. Ovqat ham, choy ham icholmay qoldim. Keyin vahma bo'lib qoldim, qo'rquv kelib qoldi. Xuddi hozir o'lib qolaman degan qo'rquv bilan yurdim. Shu dorilarni yana ichdim. 5 kun ichdim. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Og'riq to'xtamadi, uyqu ham bo'lmadi. O'sha ahvol bo'ldi. Bundan 2 oy oldin, hamsha bilasizlar, o'shalar meni gruppaga qo'shib qo'ygan edilar. Shu Global Trend kompaniyasining gruppasiga o'tdagi natijalarni ko'rib borayotgan edim Telegram kanalda. Shu mahsulot esimga tushib qoldi. Telefon qildim. Menga shunaqa yuragimga stent qo'yishmoqchi. Shunaqa ahvoldami, ahvolim yaxshi emas dedim. Oxirgi stadiya og'ir ahvolingiz deb aytishdi menga. Yurmasdan faqat yotibman deganimda menga shu mahsulotlarni iching deb tavsiya qildilar. Keyin aytdim, siz garantiya berasizmi? Menga bir narsa bo'lib qolsa kim javob beradi dedim. Yo'q, siz iching, mana hozir Bahodir akaga telefon qiling deb Bahodir aka bilan gaplashing deb menga Bahodir aka nomerlarini berdilar. Bahodir akaga telefon qildim. Gaplashdim. Ular aytdilar, siz o'zingiz kasbingiz mana shunaqa bo'lsa, o'zingiz tushunasiz, bilasiz nimaligini buni. Tomirlar necha kilometrlarni tashkil qiladi odam tanasida. Nechta stent qo'ydirasiz? Qachongacha stent qo'ydirib yurmoqchisiz? Bitta joy ochgan bilan boshqa hamma tomirlar ochilib qolmaydi-ku. Mana shu mahsulotni iste'mol qiling dedilar. Keyin mayli dedim, ichib ko'raman deb so'radim, berdilar. Kechqurun shomdan keyin ichdim. Ichgandan keyin 15 minut uxlab qoldim. 15 minut uxlab qolib, shu bilan ertasi kech paytgacha uxlaganman, qotib uxlaganman-da. Turganimda og'riqlar yo'q, ko'tarinki kayfiyatdaman, charchoq, holsizliklar yo'q, unaqa terlashlar yo'q. Shunaqa yengil настроенияda uyg'ondim. Turib chiqib ovqat yedim, choy ichdim, hamma hayron uydagilar. Dori ta'sir qilyapti deb o'ylashdi. Qizimni больницаga yotqizdik, operatsiyalar qildirdik. Operatsiyadan chiqishi bilan uni oshqozonini operatsiya qilishgan edi. Dorilar ichish mumkin emas edi unga. 3 kungacha suv ham ichish mumkin emas edi. O'sha 3-kuni suv ichishga ruxsat berganda qizimga suvga qo'shib balzam berishni boshladim unga. Ko'ngli aynirkan, qayt qilarkan, operatsiya bo'lganlar, sochlari to'kilarkan, boshqa meni qizimda unaqa holatlar bo'lmadi, Xudoga shukr. Sochi ham to'kilmadi. Mana hozir may oyidan beri sog'lom, yaxshi yuribdi. Balzamlarni iste'mol qilyapti. Yaqinda bugun mana 5-kun koronavirus bo'ldi, omikron bo'ldi. 3 kun isitmaladi. Smart Lux ichib yurdi. 3 kunda issig'i tushib yaxshi bo'ldi. Uni orasida okamlar oyoqda yurib infarkt o'tkazib yuborgan ekanlar. Okamlarga berdim balzamlarni, nana balzamlarni. Ular ham ichishni boshladi. Xo'jayinim bilan baravar ikkalovligini o'tkazib qo'yib, ikkalovligiga ichirdim. Hojatga yaxshi borolmayotgandilar. 15 minutdan keyin ikkalovligi hojatxonaning eshigini talashib qolishdi. Tezroq chiqing, men ham kiraman deb. Keyin xo'jayinim bilan sahrlari bor edi. Sahrlari normaga tushib qoldi. Keyin ularda kechasi ko'p bezovtalik bo'lardi. Hojatga ko'p qatnaydilar, prostatit, o'sha shomollash, yallig'lanish jarayonlari bor bo'lsa kerak.
Balzam ichganlaridan keyin o'sha narsalar to'xtadi. Bo'g'im og'ruvlari, bel og'ruvlari to'xtadi. Bemalol o'zlari masjidga borib namoz o'qiydigan bo'ldilar. Hammaga maqtab, hammaga gapirishni boshladilar. Yana bizada o'zimizni reabilitatsiya markazimiz bor. Oilaviy ochganmiz. O'sha reabilitatsiya markazida nogiron bolalar bilan ishlaymiz. Autistlar, DTPlar, Down, boshqa har turli kasalliklar, ZPR, ZPRR, ZRR shunaqa bolalarni olib kelishganda biz suvga Pavlo Springni qo'shib qo'yamiz. 20 litrli suvga 4-5 ta pishik qilib qo'yamiz. O'sha suvni bolalarga ichiramiz. Keyin balzam ichiramiz. Manikor apparati tekshiramiz kelgandan keyin. Bu balzamlarni ichgandan keyin yana после tekshirganimizda diagnostikada juda ham katta o'zgarishlar chiqadi. Ayniqsa судорожный sindromi bor bolalarda, enrozi bor bolalarda natijalar juda ham zo'r. Dudularni gapirayotgan bolalarni dudulanishi ochilib ketyapti. Epilepsiyalar to'xtayapti. 3-kunga borib umuman birinchi kundan kamayadi, ikkinchi kunda bitta ikkita bo'ladi, uchinchi kundan keyin umuman epilepsiya tutqanog'i tutmayapti bolalarni. Siyib qo'yish ketyapti bolalarni. Endi psixologlar ham ishlaydi boshqa, lekin mana shu mahsulotlarni qo'shib berganimizdan keyin natijalarimiz zo'r bo'lib ketdi-da. Hozir ochirit hammaga yozilib keladi ochirit bilan. Mahsulotni ketayotganda ham yana qo'lligiga berib yuboramiz. Nana badamlar beramiz, zubnoy pastalar beramiz. Men o'zim tishlarimni davolatayotgan edim, tishimni oldirganimda sindirib qo'yishdi-da, ildizini olish uchun milklarimni kesib tashlashdi. Ildizini olish olmadi, milkimni kesib tashlagan edi, unaqa burnimni tagigacha prям ichkarigacha kesilgan edi, katta yorilib ketdi-da milkim. Og'riq shunaqa kuchli bo'ldi, og'riq to'xtatadiganlar ham ta'sir qilmadi. O'sha paytda zubnoy pastani oqib bor edi. Menda oq zubnoy pastani suvga solib chayqadim. Tishimni chayqagan edim. 2 minutda og'rig'i to'xtab qoldi. Umuman boshqa hech narsa yordam bermayotdi. Shu bilan yara ham bitdi. 3 kunda yaram bitib ketdi. Og'riqlar to'xtab, unaqa. Antenalar yo'qolib Ovozim qoldi. eshitilyaptimi? Endi chiqdi ovozingiz. Setdan uzilib qoldim, uzr so'rayman. Shu zubnoy pastalarni nevaram laringit bo'lib qoldi-da, ovozi bo'g'ilganda, zubnoy pastani ozgina yalatib qo'ygan edim. Bo'g'ilishi bir pasda ketdi. Tomog'i ochilib ketdi. Balg'am ko'chishi boshladi. Yo'talib, bilasizlar, laringitda balg'am ko'chishi qiyin bo'ladi, ingalyatsiya qilinadi. Shu ingalyatsiyasiz shundoq o'zi srazu balg'am ko'chishi boshladi. Bitta shu zubnoy pastani yalatib qo'yganimda. Bunaqa natijalarimiz juda ham ko'p. Har bittasini o'rgandim provizor sifatida. Tarkibini mana 15 yildan oshiq, 20 yilga yaqin